Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskvadan Toshkentga ketayotgan avtobusimiz pasatka jarayonlari yakunlanib, avtobusimiz ketishiga shay holatda turibdi. Hozirda avtobusimiz ichki holatlarini sizlar bilan ko'rishib, bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kimda kim shunday komfortabil avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlari ekranda turibdi. Dokumentida muammosi borlarga albatta yordam qilinadi. Faqat rasxod cho'ntakka solish kerak. Avtobus ichki holatlarini ko'rsatamiz. Dilshod aka, eshikni ochib yuboring. Azizlar, mana avtobusimizni ichki holatlari ko'rishingiz mumkin. Kelib turing Azamatjon aka, bir minut. Azizlar, mana avtobusimizni pasatka jarayonlari yakunlanib, yo'lovchilar o'z joylariga egallamoqda. Kimda kim Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabil avtobuslar sizlarning xizmatlarida. Dokumentida kimi muammosi bo'lsa, u voditelda aybi emas. Resmi avtobusda ketasizmi siz, частный avtobusda ketasizmi, bez dokumentmi siz, расходingiz bor, обязательно. Bundan buyog'iga endi konditsionerlar emas, o'sha sovuqlar tushdi. Endi bu yog'iga pechkalar ishlab tursa bo'ldi. Avtobus haqida nima deysiz aka? Assalomu alaykum. Avtobus haqida fikringiz? Sharoitlar yaxshi. Yaxshimikan? Yaxshi. Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi, bemalol. Kak samolyotmi akajon? Kak samolyot. Bemalol kelaverasiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Qayerdansiz akajon? Namangandan. Namangan. O'zimiz vodiydan ekansiz. Sizdan vodiydan. Nima deysiz endi avtobus haqida? Yaxshi. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Birinchi marta ketishimiz ha. Yoqdimi birinchi marta ketishingiz? Dokumentlar qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? Muammo yo'qmi? Dokumentda muammo yo'q bo'lsa, faqat qoringa rasxod qilasizlar xolos. Sizchi aka? Assalomu alaykum. Siz qayerdan? Olmang. Xo'p. Sizchi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Surxondaryo. Nima deysiz aka avtobus haqida? Yaxshimi? Qulaylari yaxshimi? Yoqdimi? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Mana Muhammad, qandaysan? Assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Avtobus yoqdimi senga? Ha? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Ha? Kelishorsunmi? Ekranga qara. Zo'r qilib qo'y. Shunday komfortabil avtobuslar sizlarning xizmatingizda, azizlar. Like, kommentariy aytmanglar.